Hörmətli radio anlıqçılar, Rusiya yazğıçısı Fedor Mikhayilovich Dostoyevskiyning "Ah keçiler" namlıq povestini anlatışını davamlaşdırırız. Hay, Nastinka, deganlaringiz to'g'ri. Ammo bundaq ahvolning yuz berishida turli sabablar bor, dedim men uning so'zini bo'lib etib. Menmo shu turqida hissiyotimni har qanday chog'dagiga qaraganda besib turyapman. Yo'q, undaq qilma. Nastinka cho'nqur hissdoshligi bilan dedi. Siz boshqalarga o'xshamaysiz. Siz to'g'ri qanday hissiyotga kelganligimni nima gap bilan ifodalab berishimni bilmay turyapman. Siz menga hozirgacha ma'lum badallarni berib kelyapsiz. U izzat atib turib, menga lappada bir qarab qo'ydi-da, yana gapini davom qilib ketdi. Mening sizga bunday gaplarni qilganligimni kechirib etasiz. Sizga ma'lum, men oddiy bir qiz. Ko'rgan bilganlarim to'limi az. Ba'zida qanday gap qilishim kerakligini bilmay qolaman. Uning ovozi ma'lum bir narsani ichida yoshirib turayotgandek titrab chiqatdi ham o'zini zo'rg'u kulganga sepni turatdi. Men sizga faqat o'zimning rahmatini aytmoqchi. Sizning men qilayotgan yaxshiligingizni bilib turibman. Sizning oldingi kuni o'zingizning xiyolparast odam ekanligingiz to'g'riliq so'zlab berganlaringizning hammasi yolg'on. Mayli nimadan men shunday o'ylayman. Sizning amaliyatingizga faqatla mos kelmaydi. Siz hozir butunlay shu deganlaringizdan o'zgargandek boshqacha bir odam, o'zingiz degandek emas. Men o'zimning ayol kishi ekanligimni bilaman. Shu nuqtadan turib, qilgan gaplarimga ishonishingizni so'rayman. U gapidan to'xtab, qo'llarimni ching siqib o'ltirib ketdi. Menmi hayajondan nima deyishimni bilmay jimjit o'ltiratdim. Aradan bir necha minut o'tib ketdi. Bo'ldi, endi u kelmaydi. U oxir gapga eg'iz echib, beshini ko'tardi. Bakkash bo'lib ketdi. U at cho'qim keladi, dedim men kuchlik ishonch bilan so'zlab. Shundaq, dedi u mening gapimga ulabla. U ruhi ko'tarilib qolgandek birdilla jallanib qoldi. Men shundaq bo'lganligini bilib turibman. U at keladi. Undaq bo'lsa ikkimiz xo'shlashaylik. At ko'rishimiz. Agar yomg'ir yog'ib qolsa kelmasligi mumkin. O'g'illikka jazman kelaman. Har qanday muhim ishim bo'lsa cho'qim kelaman. Sizmi keling, kelmay qo'ymang. Siz bilan yana ko'rishkim, paranglashqim bor. Sizga hammani so'zlab beraman. Ondan u qo'lini menga so'zib, bir xil yaqinlik nazar bilan menga qarab qo'yib, yana shunday dedi. Bugundan boshlab biz menga ayrilmaymiz. Sizchimi shundaqmi? Ah, Nastinka. Shu turqida meni qanchalik g'ayriblik besib ketayotganligini bilsangiz edi. Saat 9-cı qitim qo'ng'iroq urganda men uyimda davomli o'ltiramay qelib, yig'iyotgan yomg'irga qaramay chapanimni kiydimda uchrashadigan yerimizga qarab mangdim. Men u yerga ikkimiz har kuni birga o'ltiradigan o'rindiqning yeniga keldim. U yo'q edi. Uning uyi bor ko'chaga kirmoqchi bo'ldim, ham kirib uning derazasiga bir necha qadam qolgan yerga kelganda xijolat bo'lib turib qoldim. Oldimga mang'amay yana keynimga yandim. Uyimga qaytib kelib, o'zimni azaldan ko'rilib boqmagan bir xil ig'ir qayg'u ichida qilayotgandek his qildim. Havo nam ham sovuq edi. Agar bugun havo ochiq bo'lgan bo'lsa, ikkimiz kechich paranglashib o'ltirgan bo'lardik. Bugun u odamdan xat kelmadi. Lekin uningdan hech qanday xabar kelmagan holatdami ular cho'qim belli bo'la oladi. Bu ishlarning oxiri qanday bo'lar? Qanday natija bilan oyoqlashadigandir? Men soat 9da u yerga yetib bordim. U burilib kelib qoptigan. Men uni yiroqdan ko'rdim. Tunchi ko'rgan chog'dagidek jaynikini reshatkaga qo'yib o'ri turibdi. Mening yeniga kelganimni to'ymadi. Nastinka? Men hayajonimni ming tasda besib turib uni chaqirdim. U ishtiklab burilib menga qaradi. Ha, keldingizmi? Keling. U menga g'alati bir nazarda qarab qo'ydi. Xatda keldingizmi? U reshatkini tutib turib, arqa-arqadan so'rab ketdi. Yo'q, men xat topshirolmadim, dedim men oralli gap qilib. U sizning yiningizgami bormidimi? Uning chiroyi birdilla tatirib,
manga uzoq qarab turib ketdi. Men uning eng oxirgi umidlarini pochoqlab tashlagan edim. Agar u meni mushundaqla tashlab etadigan bo'lsa, u amon eson bo'lsin. Uning ko'zlari yerga tikilib qoldi. Beshini ko'tarib manga qarg'usi bor, lekin qarayolmaydi. O'zini besib olish uchun bir necha minutgacha xeyli kuchugandek bo'ldi, lekin unda qilolmadi. Kayniga o'rilibla buquldab yig'lab ketdi. Yig'lamang. Yig'lamang. Menga tasalli bermaylik qo'ying. Uning bu holatiga qarab boshqa gaplarni qilishga faqat tilim bormadi. Uningdan boshqa nimami deyalaydim. Uning gapini qilma. Uni kaptimi deyman. U undaq tash yurak emas. Sizni tashlab etmaydi degandek gaplarni qilma. U shunday qildi-ku. Nima uchun shunday qiladi? Mening u xitimda uni ranjitgudek gaplar bormikin ya? Uning yig'isining ovozi gapining ovozini besib ketyotdi. Uningga qarab ichim shunchalik serilib ketdi. U vijdonsiz odamning ishga ilik xat yozib qo'yishga ro'yi bo'lmabdimi? Dedi u yana. Bir qurbosimi? Sen menga lozim emas. Seni yaxshi ko'rmayman deb xat yozib qo'ysa nimasi ketadi? Shundaq deb yozsam mayli edi-ku. 3 kun bo'ldi-ku uning kelganiga. Bir parcha xati yo'q. Ya bir ig'iz gapi yo'q. Uning o'zini qo'g'dash iqtidori yo'q bir bechora qizni bo'zaqanqi nima degan oson. U qizning jinoyati o'zini yaxshi ko'rib qolganligini edi. Shuningmi shunchalik xorlab ketamdi kishini. 3 kundan beri men qanchalik dard tatdim. Birinchi qaytim uning oldiga kirgan chig'imda yuzimni bir yoqqa qayrib qo'yib, uningdan yig'lab turib, menga muhabbatidan azroqni bo'lsa-mu berishni tilagan edim-ku. Shuningdan keyin u ishtik men tarafga buraldi. Qapqara ko'zlaridan o't chaqnab turadi. Bundaq ish bo'lmasligi kerak edi-ku. Bo'lishi mumkin emasdi-ku. Bundaq oqibat odamning aqliga sig'amdi. Cho'qim siz yoki men xatolashyapmiz. Uning xatni topshirib olmagan bo'lishi mumkin-ku. Balkim u hozirgacha hech nimani bilmay yurayotgandi. O'ylab beqing. Uning menga shunday muomalada bo'lishi to'g'rimi? Aytib beqing-chi. Menga tushuntirib bering, bu sodi nima uchun? Men faqatla bilamadim, tegiga yetamadim. Qanaqmi qilaman? Odam rahimsizlikda, qo'pollikda umon qilgandek ashunaq ishlarni qilganmi bo'p ketamdi. Alqanchilik xati yo'q. Yoki u birsidan bir gap angladimi? Yoki birsi uning oldida mening yomon gapimni qilganmidi? U yana menga qarab, bari ovozi bilan vaqirab turib so'radi. Siz qanday o'ylayapsiz? Bu ishni qanday ish deb o'yladingiz? Gapimga quloq seling, Nastinka. Men sizning nomingiz bilan berib, uni izlayman. Uningdan hamma gapni so'rayman. Hamma gapni uningga deyman. Siz uningga bir parcha xat yozing. Uningga bu ishni endi demasak bo'lmaydi. Nastinka, demayman degan gapni qilmang. Men uni sizning hissiyotingizga hurmat qiladigan qilaman. Shuningda u hammani tushunadigan bo'ladi. Agar yo'q do'stim, yo'q. U mening so'zimni bo'lib o'tdi. Endi bas. Men qayta so'zlamayman, qayta xatmi yozmayman. Endi bo'ldi. Uni tushunishni xohlamayman, ham yaxshimi ko'rmayman. Men uni unutib ketdim. U gapining oxirini deyolmay qoldi. Teshining, o'zingizni besib oling. Bu yerga kelib o'ltirib oling, Nastinka. Men uni ikki mo'risidan besib, uzun o'rindiqqa o'ltirg'izib qo'ydim. Men o'zimni besib iliqliq, ansirab ketmasingizmi bo'ladi. Unchalik cho'ngma ish yo'q. Ras, men yosh to'kdim. U yoshlarimni qurib ketadi. Siz meni o'zi vayron qilib etadigan bo'ldi. O'zini daryoga tashlab olammi deb ansirab ketyapsiz. Yurakim tinimsiz so'qib, faqatla to'xtamay yotadi. Gap qilg'imba, gap qilolmay yotadim. Gapimni anglang. Dedi u yana qo'limni ching tutib olib. Ayting, agar siz shuning o'rnida bo'lgan bo'lsangiz, uningdek ish qilmaydingiz, to'g'rimi? Sizni o'zlikdan izlab kelgan qizni nomus qilmay, o'ziga qartib turib, uning ajizligini, mastoniligini masxir qilmaydingiz. Aksicha g'amxo'rlik qiladingiz, asraydingiz, to'g'rimi? Siz chuqum u tanho yashayotgan bir qiz, o'zini o'zi boshqarib ketolmaydi. Ehtiyot qilishi, meningdek odamni yaxshi ko'rib qolmasligi kerak edi. Qilchi savaligi yo'q.
hech qanday yomon ish qilgan emas deydingiz, shundaqmi? Nastinka, dedim men oxir hayajonimni bosamay. Nastinka, shu turqida siz o'zingizni o'zingiz qiynavyapsiz. Mening yuragimni par qilyaptingiz. Jenimni ep bo'ldingiz. Nastinka, endi men gap qilmasam bo'lmadi. Men gap qilishim, ishimni o'rtab turayotgan piyg'onlarimni sizga to'kib berishim kerak. Men shu gaplarim bilan tang o'rnimdan das turib ketdim. U qo'limni qo'yib etmay, hayron bo'lib menga qarabla qoldi. Sizga nima bo'ldi? deb so'radi oxiri u. Men sizga deb qo'yay, Nastinka, dedim men qat'iy qarorlik bilan. Mening hozir sizga deydiganlarimning hammasi quruq gaplar. Tushlarimdagi gaplar. Bundaq ish amaliyotda bo'lmaydi. Ammo men uni demasam bo'lmaydi. Sizning hozir uchrayotgan azoblaringiz uchun avval sizdan kechirim so'rayman. Voy, men nimalarni demoqchi bo'lgansiz? Nimalarni? U yig'isini to'xtatib, butun diqqati bilan menga tikilib turardi. Shuning bilan bir vaqtda uning hayronlik chiqib turayotgan ko'zlaridan bir xil benormal qiziqishimi ushqunlab turayotdi. Nemish bo'ldi? Mening demoqchi bo'lganim amalga oshmaydi. Shundaqdimi, men sizni yaxshi ko'rib qoldim, Nastinka. Shu gap. Uningdan boshqa gapim yo'q. Gapim tugadi. Dedim men qo'limni silkib qo'yib. Endi siz hozir menga men degandek gapni qilamsiz. Mening bu gapimni anglab, o'ynab javob berishni xohlamsiz. Bu butunlay sizning ishingiz. Yana nima gap bu? Yana nima bo'ldingiz? Dedi Nastinka shu bir gapni har xil takrorlab. Nimalarni deb ketyapsiz? Men sizning meni yaxshi ko'rib qolganligingizni birilib bilgan. Ammo buni men aksinglik yaxshi ko'rish, u meni faqat o'sha nuqtada yaxshi ko'rib kelyapti deb o'ylagan. Bu nima gap endi? Dastlabda shundoq edi, Nastinka. Lekin hozir mening hozirgi ahvolim sizning po'pingizni ko'tarib, uning oldiga kirgan chig'ingizdagi ahvolingizga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Sizninkidimi battarroq desammi bo'ladi. Nastinka, u chaqda u sizni yaxshi ko'rmaydi. Ammo siz uni yaxshi ko'rib qolgan. Siz menga nimalarni deb ketyapsiz? Men sizni tushunmayli qilyapman. Ayting, bu zada nima uchun? Men nima uchun deb u ishni davatmayapman. Sizdan nima uchun tuyuqsiz bunday o'ylab qoldingiz deb so'rayapman. Men nima gaplarni davatman? Qanday ahmoqona gaplarni qildim men, lekin siz... Nastinka o'diqib ketib, o'zini qo'ydigan yer topolmay qilyapti. Yuzi birdilla o't elib, ittik yerga qarab oldi. Qanday qilishim kerak, Nastinka? Sizcha qanday qilsam bo'la? Men xato ish qilib qo'ydim. Sizni xato tushunib olgan o'xshayman. Yo'q. Men xatolik o'tkazmadim, Nastinka. Mening anglaganlarim meni shu holatga akeldi. Yuragim menga bu ishimning to'g'riligini tinmay deb turyapti. Men sizni hech qanday jihatda qiynab qo'ymayman. Hech qanday yerda ko'nglingiz buziladigan ishni qilmayman. Men buningdan burunmi sizning do'stingiz edim. Buningdan keyinmi do'stingiz bo'lib o'tayveraman. Menda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Ko'rib turibsiz, ko'zlarimdan yosh to'xtamay qo'yilib turibdi. Nastinka, u yoshlar oqsi eqiyversin. Uning hech kimga ziyni yetmaydi. U quribmi ketidi, Nastinka. O'ltirib sizlar. Dedi Nastinka. Men uningga bo'ysunib, o'rindiqda o'ltirdim. Voy, qanday qilaman? Yo'q, Nastinka. Mening o'ltirmag'anim to'g'ri o'xshaydi. Men bu yerda turayversam bo'lmaydi ekan. Siz meni ikkinchi ko'rmasligingiz, men gapimni tugatibla bu yerdan ketishim kerak ekan. Men sizga, siz mening sizni yaxshi ko'rib qolganimni zodili his qilmadingiz demoqchidim. Bu ko'nglimni men sizdan oxirgacha sir tutsam bo'pti ekan. Men o'zimni o'ylab sizni qiynab qo'ydim. Lekin chidab turolmadim. Siz buni mening savalligimdan dedingiz. Ras, bu ish sizning savalligingizdan bo'ldi. Sizning savalligingiz har tarafdan bo'ldi. Ammo mendan hech qanday savallik o'tilgani yo'q. Bu ish bilanla meni yeningizdan qo'g'lavesingiz bo'lmaydi, Nastinka. Yo'q. Sizni yenimdan qo'g'lab etadigan maqsad menda bo'lib baxmadi. Nastinka o'zining mendan nomus qilib ketayotganini jinining barcha yo'shirishga tirishyapti. Hay, bechora qiz. Meni yeningizdan qo'g'lamamsiz? Undaq bo'lsa, o'zim yeningizdan ketay. Men ketaman. Deydigan gaplarimni deb bo'lib ketaman. Ketmasam bo'lmaydi. Chunki sizning gaplaringizni anglasam o'ltiramay qolar ekanman.
Siz yig'lasangiz chidamay qoladi ekanman. Sizning muhabbatingizning tashlanib kelayotgani uchun qattiq azob tortayotganingizni ko'rib turayotganimda, yuragimdagi sizga bo'lgan muhabbatimning nidosini anglab qoldim. Nastinka, yuragimning o nidosi shunchalik echinishlik ham shunchalik kuchli edi. Men yuragimga to'lib turgan o muhabbatim bilan sizning muhabbatingizga yordam berolmaganim uchun shunchalik ko'nglim yerim bo'ldi. Yuragim par-par bo'lib ketdi. Shuning bilan men uni sizga bildirmay turolmadim. Uni sizga hamon deytdim. Demisam bo'lmaydi Nastinka. Deyishim kerak edi. To'g'ri, menga deyishingiz kerak edi. Dedi Nastinka ma'nosini tushunib bo'lmaydigan bir xil harakat bilan. Sizga bunday qilganimga hayron qolsangiz kerak, lekin bo'pti davering. Men sizga demoqchi bo'lganlarimni keyinroqda sizga hammani deb beraman. Siz menga ish og'irtyapsiz Nastinka. Ish og'irtayotganingiz uchun shundoq deyapsiz do'stim. O'tgan ishlar o'tib ketdi. Qilgan gapnimi yondirib olib bo'lmaydi. Shundaqmi? Yaxshi. Siz hozir hammani bildingiz. Nima demoqchi ekanligimni tushundingiz. Endi bo'ldi. Hamma ishlar joyida bo'ldi. Endi mening sizga yana deydigan ikki yig'iz gapimni anglab qo'ying. Siz yig'layotgan chaqda men nurg'un o'ylandim. Men o'ylayman, siz hozir ikkimizga munosabatsiz ba'zi sabablar tufaylidan uni yaxshi ko'rmaydigan yerga yetyapsiz. Men tunugun ham oldingi kunlari shundoq o'yladi bo'ldim, Nastinka. Shundoq bir kunlar kelganda men cho'qim sizni meni yaxshi ko'radigan holatga keltira olayman. Esingizdami? Siz degan Nastinka. Siz meni to'liq yaxshi ko'rib qolganingizni menga degan. Shundaqkan, endi biz qanday qilishimiz kerak? Mening demoqchi bo'lganlarimning hammasi mushu. Qolgan gaplarni sizning meni yaxshi ko'rib qolganingiz o'zingiz degandek aniq bo'lsa, shu chaqda deyishsakmi bo'ladi. Mening deydiganim mushu. Uningdan boshqa gapim yo'q. Gapimga quloq seling do'stim. Siz hamon mening do'stim. Men odatdagi bir kambag'al odam. Bar bilan yo'qning orlig'idagi desam bo'ladi. Ammo gap buningda emas. Sizni yaxshi ko'rib qolganligimda. Mening sizga bo'lgan muhabbatim u odamni davomli yaxshi ko'rgan, men tonimaydigan u odamga bo'lgan muhabbatingiz susashmaydigan ahvoldami hargiz sizga ortiqcha yuk bo'lib qolmaydi. Faqat siz o'zingizning yanida har vaqt sizdan minnatdor bo'lib turadigan, cheksiz suyunadigan, siz uchun so'qib turayotgan o'tdek bir yurakning tinimsiz do'pildashlarini anglab tursingizla bo'ldi. U yurak siz uchun. Nastinka, siz menga qanday bir sehri ishlatgansiz? Yig'lamangchi, men sizni yig'latqizmayman. Dedi Nastinka o'rindiqdan dast turib ketib. O'rningizdan turing, birdan mangayli, yig'lamang. Yig'lasangiz bo'lmaydi. Dedi u gap qilib etib, qo'l yog'lig'i bilan ko'zlarimdan eqiyotgan yoshni surtib turib. Yuring, mangayli. Balki menga sizga deb bermoqchi bo'lgan ba'zi gaplarimni deb berishim mumkin. U meni tashlab o'tgan, meni unutib ketgan bo'lsa-mu, men yanada uni yaxshi ko'raman. O'zimni o'zim aldog'im yo'q. Ammo bir ishda mening so'rg'inimga javob berishingizni o'tinaman. Agar masalan deyli, men sizni yaxshi ko'rib qolgan navoda dedim, ha? Do'stim, qadrdan do'stim. Shu kuni o'zimni to'xtatolmay, talva odamlardek kulib ketgan. Helimi meni yaxshi ko'rib qolmadingiz deb sizni maqtagan chig'imda sizni qanchalik ranjitgan bo'g'itdim. Men o chaqda sizni meni yaxshi ko'rib qoladi faqatla o'ylamagan ekanman. Nimishqa o'ylamadim, nimishqa bilmadim. Men nimancha hamoqat. Lekin bo'ldilar. Men sizga hamma ishimni so'zlab berishni qaror qildim. Anglang Nastinka. Mening hozir nima qilmoqchi bo'layotganimni bildingizmi? Men sizning yeningizdan ketmoqchi. Sizga endi deydiganim mushu gap. Unda qilmasam, sizni bak qiynab qo'ydi ekanman. Siz meni masxara qilib qo'yganingiz uchun vijdon azobiga qilyapsiz. Lekin men sizning qayg'ularingiz ustiga qayg'u ib kelishni xohlamayman. Savallik o'tkazgan odam men, Nastinka. Xayr xo'sh. To'xtab turing. Hech bo'lmaganda mening gaplarimni anglabmang. Azroq ta'xir qilib turishga sabringiz yo'qmi sizning? Hurmatli radio anglovchilar,
Rossiya yazgıcısı Fedor Mikhailovich Dostoyevskiyning Ah Kechilar nomli povestini anglitishni davomlashtiramiz. Qani, so'zlab beqing. Nima ish? To'g'ri, men uni yaxshi ko'rdim. Ammo u yaxshi ko'rishlar hozir bulutdek tarqab ketdi. Ham tarqab ketishmi kerak edi. Tarqab ketmasa bo'lmaydi. Kim biladi? Bugun butunlay tarqab ketamdi texi. Chunki men uningdan nafratlandim. Chunki siz yig'layotganda u meni masxir qildi. Chunki siz meni uningdek tashlab etmadingiz. Chunki siz meni yaxshi ko'rdingiz, u yaxshi ko'rmadi. Chunki rost gapimni qilsam, men sizni o'zim yaxshi ko'rdim. Shundoq, sizni men yaxshi ko'rdim. Sizni xuddi siz meni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rdim. Siz unutib qolgan o'xshaysiz. Men bu hissiyotimni sizga o'tgandimi degan. Siz o'z quloqingiz bilan anglagan. Sizni siz uningdan yaxshi bo'lganingiz uchun, oliyjanobligingiz uchun yaxshi ko'rganman. Chunki u bu bechora qiz qattiq hayajonlanib ketayotgani uchun oxiriga kelganda qiladigan gapini topolmay qoldi. Beshini muramga qo'yib oldi. Ondan maydamga qo'yib, o'zini bosolmay esadab yig'lab ketdi. Men uningga tasalli berdim. Nasihat qilatdim. Lekin yig'isi to'xtay demaydi. Qo'limni texich qo'yib bermay, mahkam tutib olib, yig'i aralash so'zlab turardi. Sal ta'xir qilib turing. Mana hozirlashig'imni to'xtataman. Sizga shuni deb qo'yay. Mening bunday yig'laganligimni ojizlikdan yig'layotdi deb o'ylab qolmang. Sal saqlab turing, yig'im to'xtasin. U oxir yig'isini to'xtatib, ko'zlarini surtibdi. Ikkimiz yana birdan mangdiq. Gap qilmoqchi bo'lib, necha qitim gapga tamshalgan edim, har qitimda menga ig'iz ochirmadi. Biz birdan jimib ketdik. Oxirida u o'zini roslab olib, gapini boshlab etdi. Bu mundaq bir ish, dedi u. Uning bo'sh, titrab chiqayotgan ovozi birdilla kuchayib, quloqlarimdan o'tib, yuragim ichiga kirib keldi va shu an yuragim tatliq bir tuyg'u bilan to'lgandek, ovozning qattiqligidan yana ozroq og'riyotgandek bir sezim bor edi. Siz meni maydoni yo'q, kimnilik ko'z yaxshi ko'rib qolgan suyuq mijoz qizlardek ko'rib qolmang. Burun yaxshi ko'rdiganidan yengillik bilan asalla voz kechib ketadigan o'zgarishchan qiz o'xshaydi deb mo o'ylab qolmang. Men uni to'p-to'g'ri bir yil yaxshi ko'rib yurdim. Uningga sadoqatsizlik qiladigan harakatlarda bo'lmadim, hatto o'ylabmi baxmadim. Lekin u meni yoqtirmadi, masxara qildi, haqoratladi, dilimni og'ritdi. Men uni endi yaxshi ko'rmayman. Mening yaxshi ko'rdiganim ko'ngli ko'ksikan, meni tushunadigan, har qanday ishda ochiq yo'riq odam. Chunki men o'zim shunday qiz. U mijozlar bilan men hargiz mos kelmaydi. Uning bunday sadoqatsiz odam ekanligini keyin bilib, pushaymon qilgandan hozir bilib qolganim bir hisobda yaxshi bo'ldi. Endi uning bilan bo'lgan ishlar tugadi do'stim. Lekin kim biladi? Men bütün muhabbatimda hissiyat va tasavvurlarim orqali o'zimni o'zim aldab ketayotgan motehi. Mendagi o xil muhabbat yangi boshlangan chaqdala shunday aldanishlarga uchragan arzimas bir hissiyatdan paydo bo'lgan narsadir balkim. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, buni momamning meni qattiq boshqarganligidan ko'raman. Shunday emas deb kim aytolmaydi? Balki men uni emas, boshqa birsini, menga uningdek emas, boshqacha g'amxo'rlik qiladigan birsini yaxshi ko'rgan bo'lsam, to'g'ri qilgan bo'lardim-mikin? Bo'ldilar, bu to'g'riliq endi gap qilmayli qo'yay. Nastinka birdilla gapini to'xtatib olib, hayajondan asrab ketdi. Men faqat bir sizga deyman. Sizdan boshqa kimga deyishim mumkin? Garchi men uni yaxshi ko'rdigan bo'lsam-mu, ahvol shunday bo'lgan bo'lsa-mu, hozir agar sizning menga bo'lgan muhabbatingiz shu darajada chuqur bo'lgan bo'lsa, u muhabbat mening ko'nglimdan uningga bo'lgan muhabbatni qo'g'lab chiqarib yetalaydi. Siz meni qadrlaydigan, taqdirning uyon-buyon qilishiga tashlab bermaydigan, tasallisiz, umidsiz kunlarga qo'ymaydigan bo'lsangiz, meni mangu yaxshi ko'rishni maqsad qilgan, hozirga o'xshash mangu yaxshi ko'rdigan bo'lsangiz, sizga bo'lgan tashakkurimni va'da berib turib bildiraman. Mening muhabbatim oxirgi hisobda sizning meni yaxshi ko'rishingizga arziydiganligini isbotlab beralaydi. Siz mening sizga sungan qo'limni qabul qilamsiz? Nastinka deb
tovlab ketdim men o'zimni yig'idim basamay. Nastinka. Nastinka. Endi bo'ldi, gaplar mushagicha bo'lsin. Bugun mushunchalik so'zlashaylik. U o'zini basamay degudek so'zlab ketyotdi. Deydigan gaplarning hammasi deyilib bo'ldi, to'g'rimi? Shunday deyman. Shu turqida siz o'zingizni baxtli o'ylayapsiz. Menmi shunday? Endi bu to'g'riliq paranglashmaylik, to'xtang. Meni kechiring. Endi boshqa ishlar to'g'risida paranglashaylik. Bo'ladi, Nastinka. Bo'ladi. Yetgudek paranglashdik. Men hozir o'zimni dunyoda eng baxtli odam deb o'ylayapman. Men bo'ldilar Nastinka. Boshqa gaplarni qilishaylik-chi. Qani boshlaylik. Men tayyorlanib bo'ldim. Lekin nima to'g'riliq paranglashganimizni ikkimiz bilmaydik. Kulatdik, yig'laydik, munosabatsiz paranglarni tag'din bag'din so'zlashatdik. Birdam piyodalar yo'liga, birdam o'zimiz menib ketayotgan yo'lga, birdam kaynimizga mang'atdik. Bir yerlarga kelganda to'xtab qolatdik. Yana daryo bo'yiga chiqib olatdik. Bu harakatlarimiz bilan ba'ayni kichik bolalarning o'ziga o'xshab qolgan edik. Men hozir bo'ytaq Nastinka deydim men. Ammo siz bildingiz Nastinka. Men Behmon Namrat. Jami 1200 rubliyli pulim bor. Ammo pulning qarayti chog'liq. Albatta shundoq. Momamning nafiq puli bor. Shun uning bizga egri tushmaydi. Momam bilan birga turamiz. Albatta. Momamiz bilan birga turamiz. Faqat materiyonala bor. Voy, uningga nima bo'ladi? Bizning uydami Fyokira bor. Madriyona yaxshi ayol. Birlik kamchiligi, bir ishlarni oldin o'ylab ketamaydi. Nastinka. Tasavvurga gal. Uningga hech nima bo'lmaydi. Bizning uydagisi shundaqroq. Ikkisi bir yerda bo'lsa yaxshi bo'ladi, texi. Ati biznikiga ko'chib kelsangiz qandaq? Siznikiga ko'chib boramanmi? Nima uchun? Bo'ladi. Ko'chib boray. Bizning uyning ustida bir eg'izliq uy beka. Shu uyni ijaraga olib o'ltirmamsiz. Bir oqso'ng'ik ayol o'ltirgan, u ko'chib ketdi. Momam yoshlarning kelib o'ltirishini xohlaydi. Buni men bilaman. Men uningdan "Nemishqa yoshlar o'ltirsa yaxshi deb o'ylaysan?" deb so'rasam, u "Men qirib qoldim. Sen bo'lsang kichik, ham ojiz. Shunday o'ylayman. Sen hargiz men kuyog'il tanlamdiganda deb o'ylab qolma" deb javob bergan. Mening farzimcha u shuni maqsad qilayotgan gap. Nastinka. İkimiz tangni ko'lashib ketdik. Bo'ldi, bu gapni qilishmaylik. Siz nerda turatdingiz? Deb bergan edingiz, unutib qoptiman. Ko'rikka yaqin bir yerdagi Barankov degan birisining uyida. U cho'ng uymi? Shundoq, xeyli cho'ng. Tushundim. U yaxshi uyda qiladi, ammo esingiz bo'lsin, u uyni darrov tashlab biznikiga ko'chib keling. Atali ko'chiman Nastinka. Atali ko'chib boraman. U uyning ozroq ijara puliga qarzman. Hech qancha ko'p pul emas. Ati o'g'illa maoshimni olaman. Sizni bir ishdan xabarlantirib qo'yay. Men o'quvchi qabul qilib dars o'tishni o'ylashyapman. Buning uchun avval o'zim yaxshi o'rganishim kerak. Ondan u ishni qilib bo'ladi. Bak obdan o'ylabsiz. Men pat arda bir mukofot olmoqchi, Nastinka. Endi siz atidan boshlab men qo'shni bo'lasiz. Shundoq. Bundan keyin Sayvildagi satrashni ikkimiz birga berib ko'ramiz. U komediyani yaqinda yana qo'ydi ekan. Bu yaxshi bo'ldi. Ikkimiz birga o'tirib ko'rsak texmi ko'ngillik bo'ladi. Dedi Nastinka kulib ketib. Yo'q, biz Sayveldik satrashni ko'rmaylik, boshqasini ko'raylik. Bo'ladi. Boshqasini ko'raylik. Uningda texmi yaxshi bo'ladi. Ammo men undaq o'ylab baxmagan. Shunda qilib ikkimiz paranglashqach, xuddi osmonda laylab yurayotgan bulutlardek o'zimizning nega ketayotganimizni bilmay, nima ishlarni qiladiganimizni unutib oldiga qarab ketyapmiz. Birdam to'xtab, bir nimalar ustida paranglashib ketamiz. Ya o'zimizning nega ketayotganimizni bilmaymiz. Birdam kulamiz, birdam yig'laymiz. Tuyuqsiz Nastinka uyga ketmoqchi bo'lib qoldi. Men uni bu xiyoldan yondirishga petinolmay, ishining oldigacha olib qo'ymoqchi bo'ldim. Ikkimiz uning uyiga qarab mangdik. Chorak soatdan keyin o'zimizni yana daryo bo'yidagi ashu uzun o'rindiqning yanida ko'rib, har ikkimiz hayron qoldik. Nastinka cho'nqur bir tinib qo'ydi. Ko'zlarida yosh agib turadi. Men tamtirab ketdim. Nemishqidir yuragim muzlab ketayotgandek bo'lib qoldim.
Lekin u yana chandurmay, qo'limni tutib turib, yana boyiqidek so'zlashga, kulishga boshladi. Vaqt bu bir yerga bordi, endi ketmasam bo'lmaydi. Bak kech bo'lib ketdi. Nastinka oxir yana bir qitim uyiga ketmasa bo'lmaydiganligini dedi. Ikkimiz kichik bolalarning o'yinlarini o'ynab bo'ldik. U shundoq Nastinka. Ammo men sizni uyingizga olib qo'yib, birdam ko'cha aylanib yuraman. Qaytib ketsam-mu, baribir uxlayolmayman. Men uxlayolmayman, ammo meni olib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Cho'qimmi? Endi bu qitim uyimizga ketmasak bo'lmaydi, cho'qim. Cho'qim. Bu gapingiz rostmi? Balkim rostdir. Odam baribir har qancha ishi bo'lsa-mu uyga qaytib ketmasa bo'lmaydi-da. Rost. Men uningga kulib turib javob berdim. Bo'ladi, ams qaytdik. Qaytdik. Osmonga qarab beqing, Nastinka. Ət cho'qim yaxshi kun bo'ladi. Osmonda bir parchama bulut yo'q, ko'p-ko'k turibdi. Ay naqadar chiroyli. Boya yo'q edi. Nadan paydo bo'ldi u bulut? Oyning yuzini yipib oldi. Qarang. U bulut endi o'tib ketdi. Qarang, ko'rdingizmi? Nastinkaning ko'zlari bulutda emas, xuddi yerga yiltiz tatib qolgandek, hech qanday inkas yo'q, jimjit turadi. Bir minutdan keyin sal izotatqandek qilib, menga yaqin kelib turdi. Olqinim ichidagi qo'li titrab to'xtamaydi. Men uning ko'zlariga tikildim. U menga texmo ching yepishib turadi. Shu arada yosh bir yigit yenimizdan o'tib ketdi. 3-4 qadam manga to'xtab bizga bir qarab etdi. Ondan yana ittik mengib ketdi. Uning bizga qarashi ta'sir qildimi, birdilla titrab ketdim. Nastinka, dedim men uningga pichirlab. U kimdi? Bizga ajab qarab ketdi. Shu. Dedi Nastinka bo'sh javob berib. Shu gapdan keyin u menga texmi yepishib mangdi. Ammo butun badani titrab ketyotdi. Menmi put-qo'llarim bo'shab, o'rnimda turolmayla qoldim. Nastinka, bu sizmi? Keynimizdan birisining varqirgan ovozi anglandi. Arqadalla u yigit bizga qarab yugurdi. Tuyuqsiz Nastinka mening qo'ynimdan yo'lqinib chiqib, u yigitga qarab yugurdi. Men uning qo'ynimdan qandoq chiqib ketganligini bilmay, tengirqab turib qoldim. Xuddi chaqmoq soqib o'tgandek, vujudim kuchli titrakdan larziga kelib ketdi. Lekin u uning qo'yniga yetib bora olmayla, yana ittikli kayniga burilib, qo'yindek yugurgan peti yana mening qo'ynimga qaytib kelib, nima qilmoqchi ekanligini bilib bo'g'icha bo'ynimni ikki qo'li bilan mahkam tutib turib, lavlarimni besib, shunchalik qizg'in suyib ketdi. Ondan menga bir ig'izma gap qilib qo'ymay, uning oldiga yugurib berib, qo'lidan tatgan peti uyi tarafga elib mangdi. Men ularning kaynidan qorlari yutkicha uzoq qarab turib ketdim. Mening kecham oxirlashib, tongmi otdi. Talada yomg'ir yig'ib sovuq yomg'ir tomchilari derizamga taraslab tegib turibdi. Uyning ichi qorong'u, o'ylimi shunchalik so'rin. Beshim aylanib, osmon cho'rgilayotgandek bilinib ketyapti. Xuddi kezik bo'lib qolgandek titrab turyapman. Sizning xitingiz apandi, shaharlik pochtaxonaga pochta kesh akilib berdi, dedi Matriona menga engishib turib. Xat? Kimdan kelibdi? Men o'rnimdan sakrab turib ketdim. Bilmayman apandi, o'zingiz ko'rib beqing, balkim konvertning ustida avatgan odamning ismi bordi. Men darrov konvert ustidagi pechatni elib tashlab, xatni o'qishga boshladim. Nastinka avatgan xatkan. Jinim, meni kechirib eting, deb boshlabdi Nastinka xaytining peshini. Men sizdan tizilib turib kechirim so'rayapman. Meni kechirib eting. Men sizdan o'zimni aldadim. Bu bir tush, shirin xayollarimiz bo'lib qolsin. Men bugun siz uchun nihoyat qattiq azoblandim. Meni kechirib etishingizni tovanchilik bilan so'rayman. Meni bakma ayblab ketmang. Sizga bo'lgan yuragimda qilchi o'zgarish yo'q. Men sizga sizni yaxshi ko'rganligimni degan. Hozirmi shunchalik yaxshi ko'raman. Mening sizni yaxshi ko'rishim shuning bilan cheklanmaydi. Ishkanlarni o'xshashli yaxshi ko'rishga mumkin bo'lsa-chu kashki. U siz bo'lib qolgan bo'lsangiz qanday yaxshi bo'ladi.
Men sizning yurkingizning qanchalik azoblanganligini bilib turibdiman. Sizni mush kunga qo'ygan odamman. Ammo sizmi bilasiz, odam muhabbatga uchragan azobni menga unutib ketamaydigan ish bo'lmaydi. Uning ustiga siz meni yaxshi ko'rasiz. Mening sizga aytadigan nurg'un tashakkurim bor. Sizning meni yaxshi ko'rganingizga ko'pdan ko'p rahmat. U mening xotiramni xuddi shirin tushlarimdek mahkam saqliqliq. Bunday tushlarni uyg'onganingizdan keyin uzoqcha unutib ketamaysiz. Chunki sizning o'zimning bir tuqqan akamdek bag'ringizni yerib berganlaringiz, mening yaralangan yuragimga mardlik bilan qo'yningizni ochganligingiz, uni qadrlaganligingiz, asirganligingiz, uning yarasini davolab saqaytganingiz mangu esimdan chiqmaydi. Agar siz meni kechirib yetadigan bo'lsangiz, sizga bo'lgan tashakkurlarim bilan to'lgan ko'nglim mening sizga bo'lgan aslimlarimni texmi yuksak o'ringa ko'tarib etgan bo'ladi. Men u aslimlarimni yuragimda mangu saqlayman. Undan yuz o'rmayman, uni noumid qo'ymayman. Bu maqsadlarimdan o'zgarib ketishim texmi mumkin emas. U ishlar xuddi menga tunugilib bo'lgandek, mangulik o'ziga mansub odamning yeniga qarab uchib ketayotgandek tuyulib turdi. Bu tuyg'umu mangulik o'chmas tuyg'u. Biz yana ko'rishimiz, bizning uyimizga keling. Sizning bizni tashlab etmaydiganligingizga ishonaman. Siz mening mangulik do'stim, mening akam. Men bilan ko'rishgan vaqtingizni qo'lingizdan burunqiga o'xshashla menga berasiz. To'g'rimi? Qo'lingizni berdiganligingizga ishonaman, chunki siz meni burla kechirib etgan, shundaqmi? Shundaqmi emas? Meni burunqiga o'xshash yaxshi ko'rdigansiz. Meni davomli yaxshi ko'rgaysiz, meni tashlab etmagaysiz. Men sizni hozirmi shunchalik yaxshi ko'raman. Chunki men sizning yaxshi ko'rishingizga arziyman. Sizning yaxshi ko'rishingizga loyiq qizman. Mening eng sevimli do'stim. Men kelar hafta uning bilan to'y qilaman. U hozir o'zgarib meni yaxshi ko'rdigan bo'ldi. Meni bir minutmi unutib qolmabdi ekan. Siz uni mening xitimga achchig'i kelib qolganmikin deb o'ylab qolmang. Men uni elib sizning uyingizga berishni o'ylayapman. Uni ko'zingiz chiqib yaxshi ko'rib qolasiz, shunaqa emasmi? Bizni kechirib etishingizni so'rayman. Sizni mangu esidan chiqarmaydigan, ham yaxshi ko'rdigan Nastinkadan. Men uning bu xeytini xeyligicha orqa-orqadan uzmay o'qidim. Har qaytam o'qiganda ko'zlarimdan yosh qo'yilib ketadi. Axir chidamay ikki qo'lim bilan yuzimni yepib olgan vaqtimda u xat qo'limdan ayrilib yerga tushib ketdi. Yaxshi yet. Bir chaqda Matryonaning ovozini anglagandek bo'ldim. Nima ish? Ey mamay. Men to'risdagi o'mchik turlarni elib etdim. To'y qilib qolsangiz mehmonlaringizni qo'ymayli boshliqdek pakiz bo'lib ketdi. Endi to'y qilgan vaqtingizmi yetdi sizning? Men Matryona'ga qarab turib ketdim. U yanala yoshlardek shundoq timan turibdi. Lekin nemishqidir ko'zlarimga ko'zlaridan nur degan narsa yo'q. Birdilla qerib mukchib qolgandek, yuzini qo'riq besib ketgandek, qerib mang'imay qolay deb qolgandek ko'rinib ketdi. O'zim turayotgan bu uymo ashu momayga o'xshash tamlar bilan taxtaylarning siri tushib, tam to'rislarni burunqidan pekrak o'müchük torlari qoplab, xonuklashib ketgandek ko'rinib ketyotdi. Qandoq bo'lib ko'zim tushib qoldi, derizdan sirtqa qarasam, oduldagi uylarmi shundoq. Xunuk chiroy, tavliklaridagi haqlar tushib tugagan, peshayvonlari qaradab ketgan, asldagi parqirab turadigan seriq rang tamlarni har xil dog'lar qoplab ketgan. Xuddi osmonda parlab turgan quyoshni bulut qoplab olgandek, hamma narsa ko'zlarimga tutuq, nursiz ko'rinib ketyotdi. Balkim bular mening kelgusi kunlarimning so'rin, yurakni bearim qiladigan ko'rinishlarining bir-birlab ko'z oldimga kelayotganidir. 15 yildan keyin yana hozirgidek turadiganligim, ammo ozroq qaraydiganligim, o'ylamu mushbiti, o'zim yanada bugünkidek tanho yashaydigan, shuncha yillar o'tibmi qilcha aql kirmagan Matryona bilan davomli birga turadigan taqdirimning o'zgarmaydiganligidan berilayotgan bishoratdir. Lekin menga o'zingizni so'ydirgan bu haqorat menga esimdan chiqmaydi, Nastinka. Mening shu turqida bulutga aylanib, sizning yorqin va xotirjam baxtingiz ustiga soy tashlag'im. Sizni eng yomon gaplar bilan ayblab, yuragingizga qayg'u hasrat, nadomat urug'larini chashqin. Yo'shilin qarg'ashlarim bilan yuragingizni zaharlab, xushalliqqa cho'milgan chog'laringizda azob bilan mo'jilib turadigan qilib qop-qora go'zal chochlaringizga qistirib olgan gullarning birisini bo'lsa-mu elib etib, titib yerga tashlab etgim kelib turibdi. Men hargiz unda qilmayman.
aksicha sizning ko'k osmoningiz mangu ochiq tursin. Tatliq kulimsirashlaringiz mangu shu tatliqligi, yorqinligi bilan qolsin. Mangu baxtlik o'tib keting. Chunki siz o'zingizning shodlik bilan baxtga to'lgan ashu bir mazgilingizni tanha o'tayotgan bir bechoraning g'erib ko'ngliga atab, uni olamcha xushallikqa cho'mildirgan edingiz. Bir mezgil baxt ichida o'tgan kunlar nima uchun odamning butkul hayotida shunchalik qisqa bilinadigandir? Hürmetli radyo anlıqçılar, yuqorida Rusiya yazgıçısı Fyodor Mikhailovich Dostoyevskiyning "Ah keçidan" nomli povestini butunlay anlatib boldik. Endi diqqatinglar Amerikalik yazgıçı John Jeffning "Yezidagi er" nomli povestida bo'lsin. Gapni boshdan boshlaylik. Francis Witt tushgan passajirlar aeroplani Minneapolisdan uchib sharqqa ketayotganda yomon havoga duch kelib qoldi. Havoni ko'kish tuman qoplagan edi. Aeroplanning ostidagi bir qavat qo'yuq bulutning dastidan yerdagi narsalarni ko'rish mumkin emas edi. Aeroplanni tuman qoplab olg'achqa bulut ichiga kirib uchishga to'g'ri keldi. Bulutning qo'yuqligidan aeroplanning havo chiqarish uskunasidan chiqayotgan o'tning nurini ko'gili bo'lmaydi. Bulutning rangi o'zgarishga boshlab sur rangi kirdi. Aeroplanning quyruq tarafi chayqalishga boshladi. Francis burunmi bundaq yomon havoga duch kelgan. Ammo bunchalik qattiq qo'rqib ketmagan edi. Uning yanida o'ltirgan er yo'lovchi yanchug'idan bir botilka aroq chiqarib, bir yutum ichdi. Francis uningga qarab kulimsirgan edi. U boshqa yoqqa qarab oldi. Chunki u o'zining tinchlantirg'ich dorisiga boshqalarning sheriklashishini xohlamaydi. Aeroplan tuvaniga qarab sho'ng'ishga boshladi. U bari imkoniyati bilan omon qilish yo'lini izlaydi. Bir bolaning chirqirab yig'lagan ovozi anglandi. Aeroplanning ichidagi havo buzilib, dimiq bo'lib ketdi. Francisning put-qo'llari kuyishga boshladi. U aerodromdan setib olgan oddiy muqovliq kitobini elib o'qishga boshladi. Lekin sirtdagi qattiq bo'ron uning diqqatini bo'lmaydi edi. Derazaning sirti hech nimani ko'rib bo'lmaydigan darajada qorong'u edi. Havo chiqarish uskunasidan chiqayotgan o't to'limi yorqin bo'lib, tum qorong'ulikqa o't chechaklarini tinmay chechib turardi. Aeroplanning ichidagi qalpoqliq chiroqlar, dimiq havo va derazalarga tortilgan pardalar qo'yiq o'y tusini berib turardi. Farqi kishilarning ruhiy qiyofati jiddilashib ketyotdi. Chiroqlar bir necha qaytim pulanglab uchib qoldi. "Mo'sha yeshimga kelgacha mening nima ish qilishni o'ylab kelganligimni bilamsiz?" dedi Francisning yonida o'ltirgan kishi ushdan tutla. "Men Sengar Shistin dehqonchilik maydoni setib olib, siyir beqishni niyat qilib kelyotgandim." Kutkichi qiz aeroplanning jiddiy yerga qo'nadiganligini jakarladi. Buning bilan ushoq bolalardan boshqa hamma kishining ko'ziga o'lim ko'rinishga boshladi. Ushquchining "Mening 6 penniyim bor. Meni xush qilgan penniyim. Menda bari 6 penni. Xotirjamman umr bo'yi" deb g'ingshib aytayotgan naqshisidan boshqa hech qanday ovoz yo'q edi. Suv kuchi klapanining kurkirishi ushquchining ovozini besib ketdi. Qattiq mashina tormoz qilgan chog'dagi ovozga o'xshash dahshatli chirqirashdan keyin aeroplan bir parcha qo'noqlikning ichidagi tuz yerga qo'nib qattiq silkinib ketdi. Bu silkinishdan aeroplanning ichidagi odamlar o'ngdi dumdi bo'lib ketdi. Yashangan bir odam jon achchig'ida "Voy bilim" deb tovlab ketdi. Kutkichilar birdanning ichida aeroplanning eshiklarini echivatdi. Kimdir birisi orqa tarafdagi ehtiyot eshigini echivatgan edi.
ularning texi hayotligini isbotlovchi suyimlik ovoz, qora yomg'irning sharqirab yig'ayotgan ovozi bilan yangi havo kirib keldi. Kishilar jinini apqichib, ochiq eshiklardan etilib chiqishgan peti qo'noqlikda taraf-tarafga qarab qochmoqda edi. Aeroplanning o't ilib ketmaydiganligi va portilmaydiganligi muqimlashib qolgandan keyin aeroplandagi texnik xodimlar bilan kutkichi qizlar barliq odamni bir yerga yig'ib, yomg'irdan daldilanish uchun ularni burun ambar qilgan bir uyga boshlab kirdi. Ularning turgan yeri Filadelfiyaga yaqin bir yer edi. Uzoq o'tmay kran mashinalari kelib, odamlarni shaharga ilib ketdi. Bu yer Main daryo vodiysiga tazimi o'xshaydi ekan, dedi birsi. Nurg'un amerikaliklar safarda birga ketayotgan hamrohlardan ehtiyot qilishadi. Lekin hozirgidek mushundaq ahvoldami bu xil ehtiyotning tugamaganligi kishini hayron qoldiradi. Frances Filadelfiyadan poyezdga o'ltirib Nyu-Yorkka keldi. U bormoqchi bo'lgan yerga yetib borgandan keyin ishga chiqqan va ishdan tushganlarni to'shiydigan poyezd dal vaqtida yetib keldi. U har haftaning 5-kuni uyiga qaytganda mushu poyezdga o'ltirib Loinsinda tushib qoladi. U poyezdda Teris Peton bilan birga keldi. Bilamsiz, men Filadelfiyaning sirtida hodisiga yo'liqqan aeroplanda edim, dedi u. Biz qo'noqlikqa qo'ndik. Uning safari ajoyib tez bo'ldi. Nyu-Yorkda havo nihoyat obdan edi. Illiq shamol, yaqinliq quyosh kishini alohida huzurlantiradi. Bu 9-oyning oyoqlaridagi havo bo'lib, hamma yoqni mazalik puroqlar qoplagan chiroyli kunlar edi. Teres uning so'zlarini anglab o'tiradi. U bu gaplardan qanday qilib ta'sirlansin? Frances o'zining o'limdan qutulib qolganligini yanama ishkirlab tasvirlab berishga ojizlik qilib qoldi. Bo'libmi, poyezdda ketayotganda texmi shundoq edi. Poyezd quyosh nurida texmi ko'rkam tusga kirgan bir yezning ichi bilan ketayotdi. Dehqonlarning etizliklaridan kuzlik yig'imning alomatlari ko'rinib turadi. Tres Francesni xiyol dengizga yolg'iz tashlab etib, o'zi gest o'qib o'ltirdi. U Loinsin vokzalida Teris bilan xo'shlashib, shu yerga to'xtatib qo'ygan o'zining koni mollarni sotadigan o'rindan setib olgan Raiyat markali mashinasiga o'ltirib, Broken Hill rayoniga qarab yurib ketdi. Uning uyi shu yerda edi. Francesning uyi Gollandiya mustamlikchilari davr surgan chog'larda silingan uy bo'lib, cho'ng yo'ldan qaraganda kichik ko'ringani bilan amaliyotda cho'ng mehmonxonasi Galliqlarning odati bo'yicha 3 ga bo'lingan nihoyat keng tasha uy edi. Eshikdan kirgandilar sol tarafda taxminan 1 metrcha nerida uzun bir ustal turardi. Ustal ustida 6 kishilik taxsa, belka, qo'shiqlar tayyorlangan. O'tirg'i shamdan va bir voz meva qo'yilgan edi. Oshxonaning ochiq turgan eshigidan chiqayotgan mazalik puroq va chini taxsalarning jarang-juronglari kishining og'ziga seriq suv keltiradi. Julia Vet tamoqqa ajoyib usta ayol edi. Mehmonxonaning eng cho'ng bo'lagi tom mashni markaz qiladi. O'ng tarafda kitob jahozi bilan royal qo'yilgan. Uyning ichi chiroyli sirlangan, parqaroq turadi ham jimjit edi. Mehmonxonaning kun petish tarafidagi derazadan tushib turgan kun nuri uyning ishini yoritib, texmo chiroyli qilib atgan edi. Uyning ishidan behuda o'rin olgan va surtib paqirtilmagan bir narsani topqilib olmaydi. O'choq beshi pokiz, rattik edi. Royalning ustida bir lo'nqida atirgul turadi. Atirgulning sho'lisi yalaldab turgan keng royal ustida aks etib turadi. Jahozda foto suratlar albomiga o'xshab ketadigan plastinka ko'rikisi qo'yuqliq bo'lib, ichida Schubertning Valis musikalarining plastinkalari bor edi. Loiza Vet 9 yoshlik chiroyli qiz edi. Kun petish tarafdagi derazaning tubida yiroqlarga nazar selib o'ltiradi. Inisi Henry yenida o'ri turadi. Kichik inisi Tobi o'tin sandig'ining mis yuzligiga o'yilgan bir necha kishining pivo ichib o'tirgan suratini qiziqib ko'rib Frances beshidan shilapsini oldi. Qo'lidagi gezni tashildi.
u uyning ichidagi bu manzarani angsizli yaxshi ko'radi. Bu manzaralar ichida uning bilan farzandlarining turli ijodiyatlari bor edi. U barliq jon egalarining o'z makoniga yongan chog'dagi hissiyotiga o'xshash o'zida yengillik sezgan va o'z kuchiga ishongan holda ularning yeniga qaytib kelgan edi. Balalarim, dedi u. Minneapolisdan uçqan yo'lovchilar aeroplani Ko'p chog'larda Fransiz qizg'in qarshi ilinadi. Biroq bugun bolalarning yuragini bir-biriga bo'lgan o'chmanlik chirmab olgan muqandaq Fransiz aeroplan hodisasiga uchraganligini texib bo'lmagan edi. Henri Loizaning kassasiga birni tepdi. Loiza kayniga qayrilib, enisini iflos deb tillab ketdi. Fransiz oldi bilan Henrini jazolamay, Loizani satkab qilganligi uchun ayblab xato qildi. Bunun bilan Loiza dadasining adolatsizligiga ochiqlab, Henrining gapini rost qiladiganligini, o'zining doim xo'rlanadiganligini, hech kimning o'ziga yon bosmaydiganligini, o'zining bu uyda behmi bechora ekanligini aytib zarlanishga boshladi. Fransiz o'g'liga qaradi. U mo o'zininkini rost qiladi. Uning aytishicha, oldida Loiza uni urgan. Yana kelib qo'li qilgan. Bu intayin xatarlik edi. Loiza o'zini bosolmagan holda u qiliqiga iqror bo'ldi. U enisini rostli bir chaploq urgan edi. Chunki enisi uning farfur qochlarini sundirib o'tgan edi. Henri uni yolg'on aytibotidi dedi. Tobi sanduqning ustidagi rasmdan beshini ko'tarib, Loizaning gapining rostligiga isbot bo'ldi. Henri uning og'ziga bir chaploq urdi. Fransiz u ikkisini ajratdi. Ajratayotganda Tobi sanduqning ustiga itirilib ketib, yig'lab ketdi. Loiza bayila yig'lashga boshlagan edi. Dal shu jidalning ustiga Jolia kirib keldi. U aqlliq, go'zal ayol edi. Birli yeri chechig'i vaqtsiz kirib ketgan edi. U xuddi bolalarning jidaliga diqqat qilmagandek, Qaytib keldingizmi suyimligim? dedi vazmin ohangda. Qani bolalar, qo'linglarni yuvinglar, tamoq yeysizlar. Biz har kuni har xil ish va har xil odamlarga yo'liqib turamiz. Cho'ng apa, shuncha ko'p sayko'ktat apsiz, eshikni men ochib beray. Qizchaq, rahmat sizga. Bundaq g'amxo'rlik kishi qalbiga rohat bag'ishlaydi. Sirt bek so'g'uq, yanala uy ichi issiq ekan. Chiqib ketguncha eshikni yepib etishni unutma. Ha, ma'qul. Bundaq g'amxo'rlik kishi qalbiga illiqlik bag'ishlaydi. Yo'lovchilar diqqat. Avtobusimiz bekatga kiryapti. Tushadiganlar keyin ishdan tushadi. Taksi, mushari tushib qolamsan. Bu yoqda ishik tarafga kelib tura. Hali qisilib qolma yana. Rahmat tog'a. Bundaq ko'ngil bo'lish kishi qalbiga yoqadi. Endi ichiladigan bo'ldi. Tog'a, aldirmang. Lift eshigini men tutib turdim. Aldirmay chiqing. Rahmat qizim. Bunda g'amxo'rlik kishi qalbini xotirjam qiladi. Mayli nega borayli, madaniyligimizni shu yerga birga ib borayli. Madaniyat eshigini ichib, inoqlikni qarshi olayli.